Har qanday diniy mazmundagi materialni hoziroq tarqatishdan to'xtating. U xoh taqiqlangan, xoh taqiqlanmagan bo'lsin. Undan 1 yilmi, 2 yilmi, 3 yilmi oldin tarqatganlaringiz bo'lsa, ularni darhol o'chirib tashlang. Bunday chora ko'rilishiga asos qilib Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 14-apreldagi 180-sonli qarori asos qilib olinyapti va ushbu qarordan kelib chiqqan holda sizning bu kabi xatti-harakatlaringiz Jinoyat kodeksi hamda Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddalari bilan kvalifikatsiya qilib kelinmoqda. Amaliyotchi va advokat sifatida aytaman, barcha qarindoshlaringizni ogohlantiring. Turli xil gruppalarga, qarindoshlar, sinfdoshlar va har xil shunga o'xshash guruhlarga tashlangan ma'ruzalarni darhol tozalab, o'chirib tashlang. Kerak bo'lsa, Telegram akkauntingizni o'chirib, qaytadan yangi akkaunt yaratishingizni maslahat beraman. Bu kabi holatlarda sizni ma'ruzalar mazmunini tushunmaganligingiz, qasd yoki ehtiyotsizlikdan sodir etganligingiz umuman ahamiyat kasb etmayapti. Shu sababli ushbu videoni maksimal darajada yaqinlaringizga tarqating, ularni ogohlantiring.